Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga ma'lumot yetkazadigan gulim bu Gerorantus guli hisoblanadi. Bu gulimizning parvarish haqida batafsil aytib o'taman. Bu gulimizga to'g'ridan-to'g'ri tek tushadigan quyosh nurlari aslo mumkin emas va o'ta issiq havo ham mumkin emas. Bu gulimizga to'g'ridan-to'g'ri tek tushadigan quyosh nurlari gulning barglarini kuydirib, uchki tarafidan tezda qurib qolishiga olib kelishi mumkin. O'ta yuqori harorat esa bu gulning tanasidagi suvlarni qurib qolishiga va gulni suvsizlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lasiz. Bu gulga to'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh nurlari aslo mumkin emas. Gulimizni sug'orilishi esa yozda bir haftada 2 marta sug'oriladi, qish oyida bir oyda 2 marta sug'oriladi. Handek bu gulga ko'p suv qo'yish aslo mumkin emas, chunki o'ta ko'p suvni xohlamaydi. Chunki buning tanasi sersuv o'simlik bo'lib, ya'ni o'zining ildizida suv, havo pokchalari bor va o'sha havo pokchalariga kerakli miqdorda suvni yig'ib qoladi. Deyarli suvni unchalik xush ko'rmaydigan gullarni barigiga e'tibor bersangiz, bariglari xuddi o'zida suv saqlab turgandek to'la-to'la holatda bo'ladi. Bu gulimiz ham o'ta ko'p suvni xohlamaydi va ko'p suv qo'yilganda tomirlari, ya'ni ildizlarini chirishiga ham olib kelishi mumkin. Oziqalari esa geron guli xush ko'rib oziqlanadigan vitamin B12 oziqasi ham judayam bu gul uchun foydali oziqa hisoblanadi. Bu gulimizning o'sishi, rivojlanishi, tomir yoyishi, vegetatsiyasi uchun judayam yaxshi. Agarda ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, toza iliq suvga solib, buning novdachalaridan, ya'ni yosh emas, 1-2 yillik shoxidan ozgincha qirqib olib, ya'ni lezvada, ya'ni tig'li narsada qirqib olish kerak. Agarda sindirib oladigan yoki uchi arali narsada aralab oladigan bo'lsangiz, bu gulning, ya'ni ko'paytirilayotgan yosh novdasiga ham, o'ziga ham katta zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun o'tkir lezvada kesib olinadi va torfli yoki perlitli tuproqqa ekib qo'yiladi. Oddiy qaynab sovitilgan toza suvga solib ham teplechka hosil qilib bu gulni ko'paytirsangiz bo'ladi. Oziqalaridan yana o'zimizning oddiy uy sharoitida topiladigan oziqalardan biri bu choy hisoblanadi. Choy hamma o'simliklar, ya'ni hamma gullarimiz uchun judayam foydali. Ularning o'sishi uchun, barglarini to'q yashil rangga kirishi uchun ham choyning foydasi judayam katta. Ya'ni o'ta o'tkir dozadagi choy emas, odatiy holatda hamma o'zi uchun, ya'ni ichish uchun oddiy ko'k choy damlaydi. O'sha ko'k choyimizdan 1 piyola, 2 piyola olib, ya'ni o'tkir bo'lib ketmagan holatida ozgincha sovutib, ya'ni o'tayam yaxta emas, issiq emas, ya'ni nima desam, xona haroratiga moslashgan holatda qilib, uning gradusini gullarga qo'llasangiz, gullarning o'sishi uchun judayam yaxshi foyda beradi. Bu gulimiz sovuqqa chidamsiz gul hisoblanadi. Ba'zi turlari sovuqqa chidashi mumkin, lekin buning aynan mana shunday shoxlab ketadigan Gerorantusimizda shoxlab, ya'ni mayda shox, mana bunaqa boshlanishi mayda shoxcha chiqaradigan ba'zi turlari uning yonidan barg chiqaradi, bunaqa o'rtasidan mayda shoxchali tur chiqarmaydi. Ana o'shalari sovuqqa chidamli bo'ladi, lekin bu turimiz sovuqqa bechidam turlardan hisoblanadi. Shuning uchun xona harorati 25 gradusdan past bo'lmasligi kerak, albatta qish oylarida. Gulimizning parvarishiga judayam e'tiborli bo'lamiz, chunki birozgina parvarish talabgul hisoblanadi. Shuning uchun ham bu gulimizni parvarishlarda doimo e'tiborli bo'lish kerak. Sprey masalasi, bu gulimiz spreyni yoqtiradi. Ba'zi gullarimiz, ya'ni ko'p suv xohlagani bilan deyarli sprey xohlamaydi, chunki ular suv ko'p ichadi, tomirida suvni olib qoladi. Sprey esa deyarli ular uchun shart emas. Bu gulimiz suvni unchalik xohlamaydi, lekin spreyni judayam yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi. Oz-ozdan toza suv bilan yoz oylari ertalabki salqin va kechki salqin paytlar, qish oyida esa 1 oyda 1 marta havo harorati iligan payt, ya'ni issiqroq bo'lgan payti bu gulimizga sprey qilib tursangiz bo'ladi. Yoz oylari esa havoning issiq paytlari aslo sprey qilinmaydi, chunki barigiga tushgan suv issiq haroratda issiq bo'lib bug'lanadi va gulda qora-qora donachalarni, ya'ni zang holatidagi
qora nuqtachalarni hosil qiladi. Gulimiz o'sha joydan yemarilishni boshlaydi. Bu gulimizning kasalliklarga chalinishi tez emas, kasalliklarga deyarli chalinuvchan gul hisoblanmaydi, ammo parvarishda juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Agar parvarishda bee'tibor bo'lib qoladigan bo'lsangiz, bu gulimizni o'zimiz kasallik holatiga olib kelishimiz mumkin. Oziqalaridan tuxumli suv, vitamin B12, yodli suv hamda banan po'stlog'i, tuxum po'stlog'i bemalol bu gulimiz uchun kerakli oziqalar hisoblanadi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga aytayotgan ma'lumotimiz ma'qul bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.